Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchisi. Bugun yorug'lik datchigini yig'ishni o'rganamiz. Ya'ni kunduzi yorug'lik vaqti o'zi o'chib, kechasi qorong'i vaqti o'zi yonadigan datchik. Xo'sh, bu datchigimiz nimalardan tashkil topadi? Asosan bitta tranzistor, bitta fotorezistor, bitta rezistordan tashkil topadi. Bu sxema endi hammaga ham tushunarli bo'lavermaydi. Maketni plataga terilgan. O'sha uchun mana bunday tushunarli sxema ham terib qo'ygan biza. BS547 tranzistori, fotorezistor, 100 kilo ohmlik rezistor. Xohlagan bitta nagruzkangiz 5 voltlik. Xo'sh. Sxema qanday taxlangan? Fotorezistordan bitta kontakt keladi. Tranzistorni o'ng kontaktiga ulanadi. Fotorezistorning ikkinchi kontaktiga kelib, tranzistorning bazasiga ulanadi. Tranzistorning bazasidan kelib, svetodiodni plus kontaktiga ulanadi va bu yoqdan plus pitani keladi. Tranzistorni chap kontaktiga esa svetodiodni minus pitanisiga ulanadi. Minus kontaktiga ulanadi. Mana bu yoqdan esa minus tok, minus pitani keladi. Fotorezistor bilan tranzistorni o'ng kontaktini orasiga tepa kontakt bu-ku. Tepasam o'sha yerga ulanadi. Xo'sh, bu sxemamiz qanday ishlaydi? Hozir qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Masalan, hozir yorug'lik vaqti ishlamaydi. Agar fotorezistorga qorong'ilik tushsa, faoliyatini boshlaydi, ishlaydi. Yana yorug' bo'ldi o'chadi. Qorong'i bo'ldi yana yonadi. Shu tarzda ish faoliyati davom etadi. Endi bu sxemamiz 5 voltlik blok pitaniga terilgan mana. Oddiy 5 voltlik blok pitani. Xo'sh, buni qanday qilib 220 ga ko'chiramiz? Juda oddiy relay moduli yordamida. Ya'ni svetodiod nagruzkasini o'rniga oddiy relay modulini ulaymiz. Bu sxemani ham hozir ko'rib chiqamiz. Mana relay modulini ham ulab oldik. Hozir menga relay moduli ikkita kanallik, bitta kanallikni ishlatsa ham bo'ladi. Hozircha menga bori shu edi. Xo'sh, bu sxema qanday ishlaydi? Xuddi svetodiodday relay modulini plus kontaktini olib kelib, svetodiodni plus kontaktiga uladim. Xo'sh, relay modulidan o'sha boshqaruvchi ikkita simni olib kelib minus kontaktiga uladim. Bu relay moduli minus, ya'ni 0 kontaktidan boshqariladi. Xo'sh, bizning sistemamiz 220 qanday ulangan? Bitta plus kontakt misol uchun premoy ketadi. Ikkinchi 0 esa keladi-yu, kirib relayga kiradi. Через relay bo'lib, ikkinchi kabel kontaktga lampochkani 0 kontaktiga ketadi. Xo'sh, bu sxemamiz qanday ishlaydi? Masalan, hozir yorug', men qorong'i qilsam agar lampochka yonadi. Bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Lampochkani doim bizani mana bu sxemamizdan uzoqroq, ya'ni fotorezistordan uzoqroq tutish kerak. Bo'lmasa relay bilan lampochka bilan fotorezistor yaqin bo'lsa, relayning faoliyatiga chalkashlik kuzatiladi. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Misol uchun mana bunaqa. Tak. Mana shunaqa. Bu holatlardan qochishligimiz uchun biza lampochkani kamiga bir 40 cm mana bu fotorezistordan uzoqroq qo'yishimiz kerak. Mana shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarga ko'rishguncha, agar like bosib obuna bo'lsalaringiz, xursand bo'lasizdik. Yangi kanal ochganmiz.
qo'llab-quvvatlasalaringiz xursand bo'lasdik.